Assalomu alaykum futbol muxlislari, tushundingizlar? Diqqat o'rnida turibsizlarmi? Bizga yetishmagan murabbiy mana shu Temur Kapadze bo'ladi. Kanavaro nol ekan, haqiqiy bolalarni ruhiyatini tushirib yubordi. Taktikasini qo'yaveringlar endi. Taktikasi yo'q ekanu, ruhiyatini ham tushirib yubordi. Ruhan ishlalmadi bolalar bilan. Bolalarga malades, bolalar jonini berib o'ynashdi. Kuchi yetsa yetmasa yugurishdi, qoyilman bolalarga. Lekin taktika bo'yicha Kanavaro umuman o'yin qurishni bilmas ekan. Ammo haqiqatda endi oltin to'pni olgan zo'r o'yinchi, jahon chempioni bo'lgan. Bunisiga hech qanaqa gap so'z yo'q. Markazda yaxshi o'yin quradigan o'yinchini tushirmadi-da. Misol Iskandarov taqa o'yinchi yo'q hozir termamizda markazda hujumni tashkil qiladigan o'yinchi yo'q deb o'ylayman men. Qolgan o'yinchilar ham yaxshi, endi pozitsiyasi Iskandarovniki boshqada. Fayzullayev endi hujumkor, hujum boshlaydigan o'yinchi emasda Fayzullayev. Fayzullayev boshqa daraja u. Iskandarov boshqa daraja. Iskandarov himoyadan to'pni olib hujumga tashlab beradigan o'yinchida, shunaqa o'yinchi yetishmadi bizga. Shuni ko'rolmayapsiz-mi Kanavaro? Hayronman.